Aeroportda aniq muammoga duch kelasiz. Siz Hindistonga keldingiz va davolash jarayonida vizangiz tugadi. Endi nima qilmoqchisiz? Assalomu alaykum qadrdonlar, bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz. Aziz do'stlar, tibbiyot va turizm sohasida bloglarni olib borishda davom etamiz. Bugun Hindiston poytaxti Dehlidamiz va Max klinikasiga kelganmiz. Ushbu klinika har bir kasallik bo'yicha chuqurlashtirilgan malakali shifokorlarga to'la klinika hisoblanadi va dunyo bo'yicha 100 dan ortiq mamlakatlardan kelib davolanishadi. Ushbu klinikaga kelganingizdan so'ng sizni ro'yxatga olish ishlari yoki boshqa masalalar bo'yicha qisqacha bundan oldingi videolarda tushuntirib o'tganmiz. Bugungi asosiy maqsadimiz bu viza hisoblanadi. Siz Hindistonga keldingiz va davolash jarayonida vizangiz tugadi. Endi nima qilmoqchisiz? Vizani qaytadan topshirasizmi yoki elchixonaga murojaat qilasiz? Shu savollarga javob olamiz. Agar siz elektron viza olib Hindiston davlatiga tashrif buyurdingiz, klinikada davolanish jarayonida siz vizani tugashini oldindan bilishingiz kerak. O'sha pasportga elektron vizani qaysi sanada tugashi kerakligi va qaysi sanada berilganligi haqida hamma ma'lumotlar yoziladi. Bu ma'lumotlarga hushyorroq bo'lishingiz kerak, chunki viza o'tib ketgandan keyin agar bilet xarid qilib, buni klinika ham siz ham xabardor bo'lmasangiz, chegaradan o'tishda, ya'ni aeroportda aniq muammoga duch kelasiz. Bularni oldini olish uchun har doim pasportingizga urilgan viza muddatini tekshirib yurishingizni tavsiya qilamiz. Viza muddati tugashidan kamida bir hafta oldin ushbu klinikani xalqaro bo'limiga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi va klinikadagi bo'limdagilarga viza tugashi va davolanish muddati yana biroz kechikishi haqida xabardor qilishingiz kerak. Ular klinika nomidan sizga haqiqatdan shu yerda bemor palonchi shu yerda davolanadi, shu doktor nazorati ostida yana bir qancha muddat bo'lishi uchun vizani cho'zdirishingizni iltimos qilamiz degan mazmunda xat tayyorlab berishadi va ushbu xat bilan siz viza markazi yoki immigratsion markazga murojaat qilishingiz kerak. Ular sizni qayerda yashayotganingizni ko'rib chiqishadi va haqiqatdan klinikadan hujjatlarni, xatlarni tekshirib ko'rishadi. Agar hammasi toza chiqsa, ya'ni tasdiqlanadigan bo'lsa, sizlarni vizangizni uzaytirish uchun arizani qabul qiladi va to'lovlarini qabul qilishadi. Endi sizga bu muddat ko'plik qiladi. Endi siz nima qilmoqchisiz? Agar vizangiz tugasa va 2-3 kungina davolanish muddati qolgan, siz 2-3 kundan keyin uchib ketishingiz kerak. Bu holatda nima qilinadi? Bu holatda Hindistondan chiqish uchun ruxsatnoma olish kerak bo'ladi. Bu exit viza hisoblanadi. Bu viza ham klinika tomonidan immigratsion markazga, ya'ni FRRO degan markaz bor Dehlida. Har bitta shaharda o'zini shunaqa markazlari bo'ladi. O'sha joyga chiqish uchun ruxsat berishini va vizasi tugaganligi haqida ma'lumotnoma topshiriladi. Bu ma'lumotlarni ko'rib chiqish muddati o'sha FRRO tomonidan har xil kunda belgilanishi mumkin, lekin agar bu kechikishlar bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir uzilishlar bo'ladigan bo'lsa, FRRO markaziga borish kerak. Bironta tarjimon bilan birgalikda bu narsaga oydinlik kiritish kerak va kechikishni oldini olishingiz kerak bo'ladi. Hech qachon vizasiz, viza chiqish ruxsatnomasiz Hindistonda ko'p muddat qolish kerak emas. Bu bir nechta kechikishlar va bir nechta xarajatlarga olib keladi. Viza, klinikada davolanish va Hindistonga safar oldidan ketadigan barcha hujjatli ishlar masalasida qanaqadir yordam kerak bo'lsa, bemalol ushbu raqamlarga murojaat qilsanglar bo'ladi.